Albatta milliy ma'ruza doimgidek batafsil tahlil qilingan, axborotlarga boy, xalqaro tajriba hamda amalga oshirilgan ishlar bo'yicha muqoyasali, aniq, lo'nda va tushunarli qilib yozilgan. Ma'ruza bo'yicha bizning fraksiyada e'tirozlar bo'lmadi. Ma'ruzani to'liq ma'qullaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin bizni fikrlarimiz, takliflarimiz, tashabbuslarimiz umuman jarayon masalasi bo'yicha. Agentlik tashkil etilgan paytidan buyon bugungi kungacha O'zbekistonda albatta korrupsiyaga qarshi kurashishda aniq bir harakat, aniq bir jamoaviy natijadorlik ko'zga tashlanishni boshladi va agentlikdan kutilgan maqsad albatta o'z natijasini ko'rsatmoqda. Lekin asosiy masala bir narsa, meni fikrim bo'yicha agentlik jamiyatni bu masalaga qarshi turg'izish masalasida biroz sustroq harakat qilayotgandek. Ya'ni agentlikka o'zini barcha vazirlik va idoralar bilan ishi o'z o'rnida, joyida harakatlar amalga oshirilyapti. Lekin nima uchun odamlar hali ham korrupsiyaga betoqat munosabati shakllana olmayapti? Balki tashviqot, targ'ibot ishlarini ko'proq qilish va odamlarni bu jarayonga yana ham ko'proq jalb qilish uchun faqat vazirlik, idoralar bilan emas, balki odamlar bilan ishlashga ko'proq e'tibor berish kerak edi. Korrupsion alomatlar bo'lgan va hatto bu korrupsiya sifatida qabul qilinmaydigan darajada shakllanib ketgan maktabgacha ta'lim, maktab, sog'liqni saqlash idoralari, mahalliy hokimliklar, bu yerlarda qilinayotgan ishlarni hatto korrupsiya ekanligini to'g'risi odamlarning o'zi ham bilmaydi. Korrupsiya emas, bu odatiy hol sifatida qabul qilinadi. Masalan, o'sha tug'ruqxonalardan chiqayotgan paytida doktorlarga pul berish masalasi bu odatga aylanib ketdi o'zi. Buni hech kim korrupsiya sifatida qabul qilayotgani yo'q. Yoki kasalxonalarda, masalan, davlat, mana biz ko'p e'tiroz bildirdik o'tgan safar byudjetni ko'rganimizda ham. Davlat milliardlab mablag' ajratyapti onkologik kasalliklarga, endokrinologik kasalliklarga, lekin bu kasalxonalarga borgan odamlar hali ham setka-setkalab dori ko'tarib kelyapti. Bu yerda aptekalar bilan vrachlar o'rtasidagi qanaqadir munosabatlar balki tahlil qilinish kerakdir. Odamlarni o'zi saxir kasal. O'zi umrini talashib yotibdi. Uni yana 5-6 million dori oldirib olib kelib davolash uchun qilinayotgan harakatlarning tagida korrupsion alomatlar bormi, o'zi yo'qmi? Bu narsalar bo'yicha odamlarning e'tirozi juda ham ko'p. Balki shu masalalar bo'yicha tahlil qilib, aniq choralar va qandaydir bir belgilar bilan ishlash kerakdir. Mana shunga o'xshagan aniq ko'rinib turgan korrupsion holatlar bo'yicha agentlik odamlarni fikrlarini olgan holda keskin choralar ko'rish bo'yicha kerak bo'lsa qonunchilikni kuchaytirish masalasi bo'yicha taklif berilishi menimcha juda ham to'g'ri bo'lgan bo'lar edi va jamoatchilikka bu masalaga e'tirozini, betoqatlik ruhini shakllantirishga o'ylaymanki agentlik ko'proq e'tibor qaratishi kerak. Yana bizni diqqatimizni tortgan bir masala, agentlik tashkil etilgandan buyon bitta ijobiy tendensiya bor edi. Xalqaro reytinglarda bizni o'sha o'rnimiz borgan sari yaxshilashib borgan edi va so'nggi yilda faqat negadir Akmal Og'ayevich 121-o'rinda yuqoriroq ko'tarilmadik, joyda qoldik. Buni sabablari nima? Balki ularning o'lchovlari boshqadir. Balki biz e'tibor bermayotgan nimadir masalalarga e'tibor berayotgandir. Mana yuqorida aytib o'tgan narsalarimizga masalanda. O'shaning uchun o'ylaymanki, biz korrupsiyaga qarshi kurashda agentlikka yolg'izlatib qo'ymasdan orqasida xalq turganligini ko'rsatishimiz kerak. Jamoatchilik korrupsiyaga qarshi betoqat kayfiyati shakllanishi kerak. Betoqat kayfiyat qanday shakllanadi? Agar shu kayfiyatni o'zi shunga toqatli bo'lsa, ya'ni o'zi xohlayotgan bo'lsa shu narsani. Ana o'shaning uchun prezidentimiz tomonidan alohida ta'kidlab o'tilgan masala tarbiya fani masalasi bo'ldi. Ya'ni bu narsa birinchi marta takrorlanayotgani yo'q. Maktab va bog'chalarda bolalarni mana shu betoqat, halollik vaksinasi deb aytdik-ku, aslida bu tarbiya bilan beriladigan narsa. Mana shuni bog'chadanoq singdira olyapmizmi, yo'qmi? Bog'chada didaktik, ya'ni tafakkurni shakllantirish uchun berilayotgan harakatlarning hammasi o'yinchoq bilan bog'liq. Mana Yaponiyaning tajribasini juda yaxshi bilamiz. Oddiygina ekologik tarbiyani berish uchun bog'chani o'zida bolalarga daraxtni silkitib, barigini to'ktirib, barigini bolalarga terdirtiradi. Ya'ni ko'chada bitta barg tursa ham xuddi uyingizdagi, masala kech bo'lib turgan, ya'ni uyingizdagi kir qanday bo'lsa, ko'chada ham xuddi shunday kir bo'lib turgandek qilib kayfiyatni shakllantiradi shu narsaga. Ya'ni ozodalikka kayfiyatni shakllantiradi. Va xuddi o'sha yerda ham birovning haqqiga xiyonat qilish, birovning haqqi bo'lib turgan narsaga qo'l uzatishni qanchalar yomon ekanligi bizning qadriyatimizda bor. Bog'chada nima uchun bu narsa o'rgatilmaydi? Kitob o'qitish uchun bitta kitob oldirib olmayapmiz bog'chaga. Masalanda bog'chalarda bizning kitoblarimizda birovning haqqiga xiyonat qilish, birovning haqqidan qo'rqish degan narsalar ertaklarimiz qancha? Nima uchun bog'chapalarimiz shu narsalarni o'qib bolalarga o'rgatmaydi? Bog'chalarning o'zida yo'q.
Masalan, mana kitoblarga ajratilgan pul o'zlashtirilmay ham yotibdi hatto vazirlik tomonidan-da. Bizni qadriyatimizda birovni haqqiga xiyonat qilish degan juda og'ir jinoyat bor. Odamlar buni qabul qilmaydi. Birovni haqqini yesang teshib chiqadi degan tushunchalarimiz bor, bizning qadriyatimiz bor, tarbiyamizda bor bu narsa. Mana shuni bolalarga singdirib olish kerak. Ana o'shanda shu korrupsiyaga qarshi kurashni asosiy masalalari hal bo'lgan bo'lardi deb o'ylaymiz. Agentlik birinchidan tashviqot, targ'ibot ishlariga qattiq urg'u berish kerak. Odamlarni shu masalada ochiq-oydin gapirib, faqat hisobotlarni rasmiyatchilik shakli bilan gaplashib emas, odamlar bilan gaplashib, odamlarni orqangizga olmasanglar, ishinglarning natijadorligi baribir ko'rinmaydi. O'shaning uchun orqangizda xalq tursin va korrupsiyaga qarshi kurashda albatta orqangizda keng jamoatchilik faollashtirgan holda birinchi e'tiborni maktabgacha ta'lim vazirligiga qaratish kerak, bog'chaga qaratish kerak. Ana o'sha yerda biz halollik vaksinasini singdiraylik. Va uchinchi masala o'sha yuridik malakalash nuqtai nazaridan balki agentlik buni bir tahlil qilib, o'zini takliflarini bersa, qonunchilik nuqtai nazaridan biz qo'llab-quvvatlashga doimo tayyor bo'lamiz.